Toshkent tumani Shirboy mahallasi navbatchi uyimizga keldik. Bu uyimizda 2,5 sotu 4 ta xona. Ko'rishingiz mumkin bo'lsa mana bemalol ikkita mashina sig'adi. Hozir mana orqa tomonni ham ko'rsataman. Mana bu shunaqa orqa tomoni, orqada kotelni. Bu o'zi aslida 2 sotu uy, 1,5 sotu zahvat qilingan. Hozir uy ichini obzor qilib beraman, ko'ringlar. Narxini oxirida aytaman. Mana bu yerda bizda oshxonamiz. Oshxonamiz kattagina ko'rayotgan bo'lsanglar. Shunaqa kuxonli mebel oppog'ini qo'yishgan. Yoki mana televizorga qo'yib, divanni qo'yib o'tirsa bo'ladi. O'rtamizda bitta xona. Ranglari ham chiroyli rang tanlashgan. O'rtamizda bitta xona. O'rtamizda sanuzul. O'rtamizda yana bitta xona. O'rtamizda yana bitta sanuzul. O'rtamizda zal. Zalga mana ko'rayotgan bo'lsangiz kattagina, ancha-muncha mehmonlar sig'adi. Bizlar bu uyimizga 119 ming so'ramoqmiz.